Mana Soviya brendini Qozog'iston Respublikasiga patentlab berdik. Kuzatuvchilarimizga o'zingiz mahsulotlaringiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz, aynan bu Soviya brendi ostida qaysi turdagi mahsulotlar asosan ishlab chiqariladi va eksport qilinadi? Bizda asosan ikki xil brendimiz oldinroq surgan, shu ya'ni yaxshiroq ketadi. Birinchisi Xiyal, ikkinchisi Soviya. Hozirda siz bizga Soviya brendimizdan narsalarni qilib berdingiz. Bu mahsulotlarda qattiq sovunlardan tortib har xil suyuq mahsulot, ya'ni balzam, shampun, shunga o'xshagan inson o'ziga ishlatadigan vositalarni chiqaramiz. O'zbekiston mahsulotlari mana Rossiyaga ham, Qozog'istonga ham eksport bo'lyapti. Siz mahsulotlaringiz, demak, sifat jihatdan bu chet el brendlaridan qolishmaydi. Shunaqa, обязательно bizada eksport qilishidan oldin har xil sertifikatlarni olamiz, bularni tekshiruvdan o'tkazamiz, laboratoriya tekshiruvlaridan bir nechta tekshiruvlardan o'tgandan keyin bizga ruxsatnoma berishgan va shu sertifikat orqali biz sotuvlarimizni amalga oshiramiz. Qozog'iston, Rossiya joylarda shu brendimiz ancha talabga ega. Agar sizni brendingizni kimdir Qozog'iston Respublikasiga olib kirsa, o'xshatib bitta harfini o'zgartirib, kontrafakt variantini biz bemalol Qozog'iston hududidan brendingizni himoya qilib bera olamiz sud orqali. Bundan tashqari Qozog'iston hududida ham hech bir ishlab chiqaruvchi sizni brendingizga tega olmaydi.